Malibu mashinalarga Mercedes hadovoy 5 million so'm. Bizani doimiy mijozlar yaxshi bilishadi. Full variantda 2 xil hadovoyimiz bor. 5 million, 7 million. Hozir sizlarga 5 million so'm to'lab, nima zapchastlar qo'ydirsanglar bo'ladi. Sanab o'taman. Bu o'zidan chiqqan eski zapchastlari: 4 ta amortizator, oldirichi, orqa qilich vtulkasi, orqa klavish vtulkasi, 2 ta orqa amortizator chashkasi. Bu bize qo'yib berayotgan naborimiz. Richeda 3 xil pozitsiyadagi Mercedes sani bloklar bor. Xohlaganinglarni qo'yib beramiz. Orqa qilich vtulkasi almashadi, 2 ta orqa klavish vtulkasi almashadi, 4 ta balka vtulkasi almashadi, 2 ta orqa amortizator chashkasi almashadi. Amortizator qismiga yaxshilab e'tibor berasizlar. 2 ta oldi amortizator Captiva peridelkali bo'ladi. Usulinniy variantda bo'lmaydi. Captiva peridelkali bo'ladi. Orqa amortizator usulinniy variantda bo'ladi. Bularni hammasi ustunovkasi bilan faqatgina Avtozon servisda 5 million so'm. Okalar, videoni Malibu haydaydigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Xizmatlar bo'yicha Avtozonga murojaat qilasizlar. 7 millionlik hadovoyimiz uchun ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.